Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, akalar, ukalar, qarindosh to'g'onlar, jo'ralar. Yurmaganlaringizga hammangizga salom. Yana bugun shunday bir ikki tashkilotchi ukalarimizni xizmatlari bilan savlamdir. Ozgina bo'lsam bir diydorlashib bir shinavanda degan ana shunday bu shinavanda deganda qo'shiqni bir ma'nosini tushunadigan odamlar, qo'shiqni mag'zini chaqadigan odamlarni ana shunday bir yere yingladik, o'tirib bir ashula ishladilar deb Furqatbek ukamiz Ahang Media tashkilotchilik qilgan ekan. Men ham quvonib ketdim mana shu. Bir aka ukalar bilan bir hazatib ashula aytsak, bir hazatib ishsalar deb. Shu rayonda Xudo xolasa qo'ldan kelgancha xizmatingizdamiz. Inshaalloh bir yandan astan qo'shiqlar bo'lib boraveradi, hazatib, yeb ichib, dam olib yurgan bo'ladi. Sal past raqam qo'yasan, Umidbek bir-birini eshitib ham o'tirishi kerak odamlar. Qo'shiqni ham eshitib o'tirsa, biz aytganda seni vag'irdam kutalib yesa, ayrim yerlarda shunday bo'ladi-da. Ashulash to'xtasa vag'irdam to'xtaydi. Hammangizga yaxshi kayfiyat, hazatib dam olib o'tiringlar. Bu yerda og'alarimiz bor, ukalarimiz bor, ko'rib turibman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik. Ana shunday yig'ilishlar bo'laversin. Как bir endi mini konsert degan gap bu. Yeshda ana shunday dam olish paytida maroqli o'tirish uchun hammangizga sog'lik, salomatlik. Ertangi ish kuningizda kuch-quvvat. Bugun nastreniya yaxshi bo'lsa, ertang ish ham zo'r bo'ladi, unum bo'ladi. Nastreniya bo'ladi. Topgan daromadlaringiz to'ylara buyursin. Yaxshi kunlaringizga. Qolaversa endi yeb ichmaklar bo'lsin. Bu yerda endi kelgandan keyin bizlara ukalarimiz o'zlarimiz nalarni bir tushuntirib qo'ydilar. Yaxshimi aytdim, ana shunday yo'nalishda bir yandan barobarimiz menimcha sizlarga aytadigan narsalarimiz hali hammangizga o'zi ma'qul bo'lib borishi kerak. Havo. Qolaversa keyin navo ashullar kerak bo'ladigan bo'lsa, bunday shart emas, astaqina kelib shu doirasini quloqini bu yandan quloqini aytib qo'ysangiz, aslan o'zlarimiz bajaraveramiz. Qo'ldan kelgancha lekin iltimoslaringizni. Başında bir şöyle gelip durup suvara aytmadı, makam aytmadı demeysizler. Bir iki makam, keyin nasihat qo'shiqlari o'tib ketaveramiz. Nasihatlar ham endi hozir en gerekli narsa nasihat olib borayotir. Shu nasihatni eshitib turgan xalq hech qachon kam bo'lmaydi. Bir-birine hurmati, izzati baland bo'ladi. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat, bemalol adlarınıza koyulgan narsalarni yeb ichib, yuringlashib o'tiraverasizlar. Yetmasa yana aytasizlar, pastayna hamma o'ch pishib turibdi, olib chiqib yuborasizlar. O'tgan ustozlarimizning ruhini bir shod qilib beramiz. Komiljon akani bir ikki narsalari bilan boshlab beraman, aryani yetaveramiz. Dostlar bir dilbari canım bormaning Avrazi gül qomati sarvi ravanım bormaning Fırqatında aruzuşab avfganım bormaning Ah kim aşıpta halı natavanım bormaning Sözü işkından basi dağın halim bormaning
Cav bakınca canımga otlarını salar. Rişteyi canım üzüler vakt ömrüm kıskalar. Taqati sabırım tüyep armon tular Çenglim kalar İşveler zahir kılıp Andakçı canımni alar. Ve nazalım dilberi Namehribanım burmanin. Can bir Allah aşkında yüz menkebi avaralar. Bulmamış alamda mendin kimse bakti kavralar. Tezi hicrandan yüreğim oldu 100.000 pavralar. Kan revan aktı cigerden pavra bulgay yavralar. Şöyle derdi bir karar bir amanım burmanin. Yüzüne hayran verir al bulunca onlar. Vallahi şeytan bulup durham ana cananlar. Ağlamalı hükmüne hamdan deyip fermanlar. Kullaylar hizmetinde hallar sultanlar. Bir acayip mahlika sahip kranım bulmanin. Perdedin çürsetti yüz ağlamga ül şahican. Düşte aşıklarga 100.000 dadiler ahı fıgan. Zülfacı mentelini aşıkta kıldı her zaman. Pertevi üstün sanıp canlarını kidirdi ravan. Bir acayip malika sahip kranım burmanı. Hayra bilmem nedendir zara hayranlık sana. Ne sebeptin buldu bilmem çeşme giryanlık sana. Bir seniz indi yakın bu bende fermanlık sana. Dünyada yetmez mi indi bu sultanlık sana. Her zaman yadımda her gün cadanım bulmanin. Dostlar birden beri canı cihanım. Bulmanin